Bugun mana 18-aprel 3-sinf, 2-sinf, 3-sinf va 4-sinflarimiz o'rtasida ingliz tilidan musobaqa, ya'ni olimpiada o'tkazyapmiz. Ushbu olimpiadadan ko'zlangan maqsad o'quvchilarni, yoshlarni tilga bo'lgan salohiyatini, ingliz tiliga bo'lgan salohiyatini oshirish maqsadida musobaqalar o'tkazyapmiz. Ya'ni musobaqa tartibi har bir sinf o'quvchisi o'zini ingliz tili maktab darsligida o'tayotgan programmalari orqali, tuzilgan testlar orqali olimpiada olib borilyapti. Olimpiadaga mukofotlar qo'yganmiz. 150 ming so'mlik eng kamida vaucherlar va undan tashqari o'sha birinchi o'ringa planshet, ikkinchi o'ringa velosiped va uchinchi o'ringa samokат sovrinlarini qo'yganmiz. Har bir o'quvchini, qatnashgan har bir o'quvchimiz o'zini nima deydi, eng kamida 250 ming so'mlik vaucherni oladi. Va undan tashqari 3 smenli qildik hozir. Bu birinchi smenimiz, hozirgi jarayonimiz. O'quvchilarimiz